Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uchi do'stlar. Anglayotganinglar Markaziy xalq radio stansiyasining mashhur shaxslar programmasi. Men program riyosatchisi Arman Nurjan. Edisonning ismi tilga elinishi bilanla kishilar o'ylanmayla kashfiyotchi deyishadi. To'g'ri. Amerikada tug'ilgan bu dehqon bolasi dunyo yaqinqi zamon tarixidagi ajoyib zot. U kichikidilla tafakkur va qiziqishga boy. Meni ishlatish va ilmiy tajriba ishlashga hirisman edi. U maktabda oran 3 oylik o'qigan bo'lib, 12 yoshidan boshlab poyezdda gazet sotgan, hamda poyezdda ilmiy tajriba olib borgan. U maktabda oran 3 oylik o'qigan bo'lsa-mu, ammo o'zligidan o'rganishni to'xtatib qo'ymagan. U tafakkurga amroq, o'ylashga jur'at qiladigan, shundaqla tanimsiz tabiat dunyosidagi barliq yangi shaylarga qarta hamisha nima uchun deb savol so'rashga qiziqadigan bir bola edi. Edison tadqiqot, kashfiyot xizmatidagi izdinish jarayonida o'zining cheksiz, qat'iy tavranmaslikdek botirona ruhini ifodaladi. Son-sanoqsiz o'ngishsizlik va mag'lubiyat oldida qilchimi ma'yuslanmadi. Har xil top-tana, hatto hujum, ayblashlardimi o'zining dastlabki fikridan zodila qaytmadi. Aksicha qat'iylik bilan yangi tadqiqot shakli va usullarini qo'llanib, bu qo'rg'onni bichit qildi. Radio anglag'uchi do'stlar, biz bugungi son programmamizda kashfiyot shohi Edisonning butkul hayotidagi jafoliq izdinishi va hayotlik ko'rishidagi hikoyalarning davomini sizlarga so'zlab bermoqchi. Yoqtirib anglag'aysizlar. Edisonda dastlab qilib qo'yib o'y selish, maxsus mashina bilan simont layni qilib qo'yib jozi shakllik o'y selish xiyoli paydo bo'ldi. Buningdan ko'rib yetalaymiz-ki, bizning hozirgi yangi qurilishlarimiz Edisonning qilib qo'yish hunar san'atiga varislik qilmoqda. Edison qilib qo'yilgan o'y to'g'risidagi loyihasida mundaq bayon qildi. Men hamon kuchimning yetishicha bir narsalarni qilib, kishilarni eg'ir amgakdan yanımı ilgirilgan holda qutuldirman. Men simontimizning sifatini yaxshilab, bahosini arzon deb qarayman. Shunga biz uning uchun yangi tirishchiliklarni ko'rsatishimiz kerak. Menimcha, qilib qo'yish hunar san'ati kelgusidagi binokorlikdagi bir bo'sish. Agar bu nuqtani amalga oshira olsak, undaqda 6 eg'iz o'yi bor bir yurish simont o'yini biz faqat $300 xarjlab selib chiqa olamiz. Bu planni amalga oshirish uchun Edison qilib qo'yiladigan simontning binokorlik bo'laklarini inchkilik bilan tadqiq qildi. Shundaqla u qurilish maydonida qilib necha soat ichida qurashtirilib bo'lishi, qilib qilingan materiallarni takror ishlatkili bo'lishi, qurashtirish, chuvish oson bo'lishi, shundaqla qilib qo'yiladigan simont nisbatan kuchli eqishchanlikqa, choplishchanlikqa ega bo'lishi hamda tez qotadigan bo'lishi kerak deb faraz qildi. Edison cho'nqur izlanib, munosib tangshash usulini tadqiq qilib yasab chiqdi. Shundaqla ko'p qitim tekshirish orqali o'lchamga mos keldi degandila ondan ishlatishga boshlaydi. Qilib qo'yishning ehtiyoji tufaylidan u intayin yumshoq simontning bo'lishini talab qildi. Shuning bilan u yana sharsimon tosh ezish mashinasini qaytadan o'zgartib yasashga majbur bo'ldi. Tajriba tadqiqotlar jarayonida u qilibni tadqiq qilish va simont layni tayyorlash siniq qilishdan boshqa yana qilibga tez surat quyishning ehtiyojiga moslash uchun to'shig'uvchi tasmini loyihalab simontni quydigan qilibga uzluksiz to'shiydi. Bundaq yangi hunar san'atdan foydalanib o'y solganda ish vaqti qisqa, chiqim oz, mustahkam, ishonchli bo'lib, shu vaqtlardagi binokorlik ishlari uchun yangi bir yo'l ochilgan. Shu vaqtlarda Edison simont shirkati ta'minlagan simont va qo'llangan qilib qo'yish hunar san'ati bilan u Amerikadagi bir qism tantarbiya maydonlari va cho'ng ko'llarning qurilishini ustiga oldi. Buning ichida mashhur Bironkes tantarbiya maydonining qurilishi bor. Kishilar hayronlikda buning ilgari ko'ribmi, anglabmi baxmagan qurilish qilish usuli ekanligini bayqaydi.
u o'zining aql parosini sehrgarlardek namoyon qilmoqda edi. Qilibni qurashtirish, chuvag'andagi o'zgarishchanlik fantaziyalik tus olgan bo'lib, gigant odamlardek egiz binolarning uli yerdan ko'tarilib osmonga taqishatdi. Ular qisqagina necha oy ichida ko'lmi intayin zo'r bir qurilishni bitirdi. 1914-yili Birinchi Dunyo urushi portlab, Yevropa g'oyat zo'r urush maydoniga aylandi. Betaraf davlat bo'lib turdi. Hukumatning bu maydonini jamoat asosiy jihatdan qo'lladi. Edison fikr bayon qilib, o'zining tinchlikparvar ruhini namoyon qildi. Shundaqla davlatini insonlarni qirg'inchilik qiladigan urushga qatnashmasligi kerak deb qaradi. Bu fikr insonlarning madaniyati va olg'a besishi uchun sodiqlik bilan xizmat qiladigan olimning to'g'ri ko'z qarashiga vakillik qiladi. Ammo echinishlik ish yuz berdi. 1915-yili 5-oyda Germaniyada suv osti paraxoti Amerikaning Tinch okeanni kesib o'tadigan Lusidaniya nomli qarallik yo'lovchilar paraxotini cho'ktirib etib, sonsiz begunoh kishilar Germaniya suv osti paraxotining qurboniga aylandi. Amerika xalqining g'azabi keldi. 1917-yili 4-oyda Amerika Germaniyaga jang e'lon qilib, Amerika xalqi urush bilan urushni yo'qotib, tajovuzchilarni, ig'vogarchilarni mag'lub qilib, insoniyatning tinchligini qo'lga keltirmoqchi bo'ldi. Amerika urushning ehtiyojiga ximiyalik materiallarning yetishmaydiganligini bayqadi. Chunki tinch davrlarda nurg'ilgan ximiyalik dorilar zo'r ko'lamdagi ximiya sanoatiga ega Germaniyadan import qilinadi. Bo'libmi, karbonat kislotasi bilan benzol ko'rinarli darajada kamchilaydi. Karbonat kislotasi patifon plastinkasi yasashda ishlatilib, urushdan burun Amerika eng asosli iste'mol davlati edi. Karbonat kislotasi pekrin kislotasi ishlab chiqarishdagi zarur xom ashyo bo'lib, pekrin kislotasidan kuchli portlatqich dorining pekrin kislota tuzi yasaladi. Shunga urushdan burun karbonat kislotasi Amerikaga nisbatan ximiya sanoatidagi eng kamchil xom ashyo bo'lib qoldi. 1914-yili 9-oydagi statistika dokladida ko'rsatilishicha, Amerikaning karbonat kislota va benzol zapsi bir oyga yetmaydi ekan. Germaniyada karbonat kislotasi tosh temir meyidan cheklanib chiqariladi. Albatta, bu texnikani Germaniya qamal qilib olgan bo'lib, Amerikada nurg'un olimlar tirishchilik ko'rsatgan bo'lsa-mu, lekin buning tegiga yetolmagan. Bu vaqtda Edison o'zi bir kech kunduzlik zarbadorlar atirtiga yetakchilik qilib, faqat 3 hafta ichida tosh ko'mir meyidan karbonat kislotasini cheklab chiqarib, bu qiyin o'tkaldan bosib o'tdi. U qurgan ximiya zavodi kuniga 350 kilogram atrofida fenol ishlab chiqardi. Keyin kunlik mahsulot miqdori 1 tonnaga ko'tarildi. Bir mazgil o'tgandan keyin Edison ikkinchi zavodni qurib, fenolning kunlik mahsulot miqdorini 6 tonnaga yetkazdi. Ya'ni 1,5 oylik sinoqdan keyin uning tunji koks ko'ydirish meshi ishlab chiqarishga kirishtirilib, karbonat kislotasidan ishlab chiqarishga kerak bo'lgan benzolni nihoyat tezda cheklab chiqdi. Uningdan boshqa benzoldan yana bo'yoq material ishlab chiqarishda ishlatiladigan anilin meyi va boshqa moddalarni cheklab chiqdi. Shunday qilib, yarim yilga yetmagan vaqt ichida mayli harbiy sanoatda yoki xalq turmushida ishlatiladigan fenol bilan benzolning ta'minlanishi jihatdan bo'lsin, Amerika chet elga tayanmaydigan bo'ldi. Bu tadqiqot xizmatlari odam ishongusiz darajadagi qisqa vaqt ichida tamomlandi. Buni bir qism mutaxassislar kashfiyotchining fikr qilish qobiliyatidan erishgan natija deb qarashdi. Edison bo'lsa, mushu tadqiqot natijalari orqali o'zida ximiya texnologiyalariga xos ajoyib iqtidorning borligini isbotladi. Uning vatanni qo'g'dash urushining alohida ehtiyoji va xalq turmushining zaruriyati jihatlarida vatan va xalq qo'shgan to'hfasi shubhisizki intoyin zo'r. 1927-yili kashfiyotchi Edison 80 yoshga kirib, ijodiyat kashfiyotlari 2000 xildan eshib, natijasi ko'rinarlik, dunyo hurmatlaydigan, mol mulki ko'p, istiqboli parlaq odamga aylangan edi. Bir umr tirishib, jafo mushaqqatlarni bo'lishchi tortgan 80 yoshlik Edisonga nisbatan
amdirahat ko'radigan, qolgan umrni xo'shal-xuram o'tkazadigan vaqti bo'lgan. Ammo Edison o'zining tadqiqot va izlanishlarini yanada to'xtatmadi. U men hamon kuchim yetadigan doiralarda ba'zi ishlarni qilib, vatanim, xalqni ig'ir amgakdan yanama qutuldirib, shundaqla texmi zo'r mumkinchilikni yaratib, insonlarning baxtli bo'lishi va gullanishi uchun tirishiman deydi. Dal mushu vaqtda u avtomobil sanoatidagi Ford va Firestone havolasi bilan Edison jonliqlar va o'simliklar tadqiqot shirkatini qurib, o'simlik tadqiqotidagi yo'lchiqni bosib o'tib, shu vaqtlardagi kauchuk ham ashyosi yetishmaslik masalasini hal qilmoqchi bo'ldi. Edison kauchukqa oid dunyodagi har xil material va kitoblarni cho'nqur tadqiq qilish uchun necha davlat tilini puxta biladigan Farruh Jonesni taklif qilib ishlatib, 300 yildan bo'yonqi kauchukqa oid Ispaniya, Portugaliya, Germaniya va boshqa davlatlarning tarix materiallari bilan to'lchib chiqdi. Uningdan boshqa bu bovay necha 10 vakilni har qaysi davlatlarga avatib, kauchuk o'simlikning avrishkisini yetkazib keldi. Tadqiqotga kirishib 1 yilga barmayla Edison o'zining Amerikaning o'rta qismida o'sadigan 3000 xildan ortiq yovvoyi o'simlikni to'plaganligini, buning ichidagi 7%dan a'lo sifatli kauchuk chiqadiganligini Fordga uqtirdi. 2-yilining oxiriga kelganda u 14000 xil o'simlik ustida tadqiqot va sinoqlarni elib berib, vaqtga yarasha bu o'simliklar orasidan jo'xar gulini payqaydi. Bu odatdagi o'simlikning egiz g'olliq, ko'p yillik o'simlikning oltin rang guliga purkangan konussimon gul toji bor edi. Uning kauchuk usti tarkibi o'tir hisob bilan 5% ga yetadi. Shundaqla ba'zi turi o'zgargan jo'xar gulining kauchuk usti tarkibi 12% ga boradi. Edisonning sinoq natijasidan ko'rsatilishicha, bundaq bo'lganda har bir gektar yerdan 125 kilogramdan 200 kilogramgacha kauchuk usti olg'ili bo'ladi. Bu vaqtda Edison 82 yoshga kirib qolgan bo'vay edi. U garchi teni ojizlab, kasal bo'lishda qiyinchiliklarga uchragan bo'lsa-mu, lekin bu tadqiqot xizmatiga yanada yetakchilik qildi. 1926-yili Firestone jo'xar gulidan yasalgan zo'r bir turkum kauchukga erishdi. U bu xil kauchukdan avval mashinaning 4 tashqi kamerini yasab Edisonga sovg'a qildi. U tashakkur xatida Edisonni mundaq madiylagan: "Obro'y inovatlik ilmiy tadqiqotingiz insonlarga ulug' mo'jizalarni yaratib berdi. Sizning tirishchanligingiz ostida bo'sib o'tkili bo'lmaydigan qiyinchilik va qiyin o'tganlar yo'q." Edisonning tenining bir umr sog'lom bo'lishi kishilarning havasini qo'zg'aydi. Bu uning oq ko'ngil, ochiq yo'ruq, tirishchan, bo'shashmas bo'lishdek isil axloqi va yuksak ruhidan ayrila olmaydi. Ammo qerib kasal bo'lib o'lish insonlar qarishtirib bo'la olmaydigan tabiiy qonuniyat. Edison 83 yil yashagandan keyin ondan kasal bo'lishga boshlaydi. Shundaqla kasal bo'lishi bilanla kesili uzunga so'zilib ketdi. 1931-yil 8-oyning 1-kuni u o'rnidan tura olmaydi. Tamoqdanmi qoladi. Bu vaqtda 84 yoshlik bu bo'vay o'zining kasallik ahvolining ig'irligini uqmay, yana tirishib o'rnidan turib davomli xizmat qilmoqchi bo'ldi. Ammo maqsadiga yeta olmaydi. 1931-yil 10-oyning 10-kuni ulug' kashfiyotchi Edison bu dunyo bilan mangulik vidolashdi. Butun dunyodagi kishilar Edisonning ismini chaqirishdi. Amerikalik bu mashhur kashfiyotchi Thomas Alva Edison umrida 65 yil sarf qilib, alohida unumli xizmat bilan shug'ullandi. Uning kashfiyot ijodiyatlarining ko'pligi va xalq bilan zich bog'langanligi qatorliqlarning hammasini ilgirkilarmi qilolmagan. Bundan keyingilarmi qilolmaydi. Fan texnika uchqandek taraqqiy qilayotgan bugungi kundami Edisonni ishlar unutib qolgani yo'q. Chunki uning nurg'un kashfiyotlari texnikaning har qaysi sohalariga, bizning kundalik turmushimizga cho'nqur singib kirgan. Shunga hozirmi ishlar Edisonga oid ishlarni havas bilan so'zlashadi. Edison umrida amalga oshirgan 2000 xildan ortiq cho'ng kichik kashfiyotlarni yig'inchoqlaganda mundaq alohidalikka ega. Biri
Yürekli holda insonlarning nurg'un afsonalarini amaliyotdagi ulug' kashfiyotga aylantirdi. Masalan, Jahannama ayniki, uzun quloq, kechidagi marvoyit qatorliqlar Edisondan ilgari faqat insonlar orasidagi afsona va xomxiyollar edi. Ammo bular Edisonning sinoq qilishi, ilmiy loyihalashi va takror izdinishi bilan bir-birlab muvaffaqiyatga erishdi. Yana mayli kashfiyotning cho'ng kichigi bo'lsin, faqat insonlar madaniyatining ilgari surilishiga, jamiyatning taraqqiyotiga foydali bo'lsa, u jafo mushaqqatga qaramay toki muvaffaqiyat qozonguncha boturlik bilan olg'a ilgirladi. Buningga oid misollarni sanab tugatgani bo'lmaydi. Biz hozirmi ishlatayotgan akkumulyator, patifon, mineral tepish qurilmasi, qo'chig'uch, yanjug'ishlarning hammasi Edisonning tuhfasi. Yana bir muhim alohidaligi, Edison oldinqilarning muvaffaqiyat va mag'lubiyat ajrlarini o'z ichiga olgan holda ularni xulosalab yig'inchoqlashga mahir edi. Bo'libmi, oldinqilar mag'lub bo'lgan yoki tamomlay olmagan ishlarga varislik qilish jihatda boturona ruh, ajoyib ijodkorlik bilan ularni amaliyotga aylantirib, to'liq muvaffaqiyat qozongan. Yana bir muhim alohidalik shuki, uning ijodiyat kashfiyotlarining ko'pinchisi ishlab chiqarish, ta'minlash bilan bevosita bog'langan. Shunga u ham ulug' kashfiyotchi, ham ulug' korxonachi va savdo sanoatchi. Shundoq bo'lg'achqa, uning dunyodagi kishilarning odatdan tashqari hurmati va himoyasiga erishishi hayron qolarlik ish emas. Afsus, 1931-yil 10-oyda Edison kasal bilan ushtum-tut yiqilib qoldi. Suydukdan zaharlanish, börak yallug'i, diabet va oshqozon yarisi qatorliq kasallar biroqla bu ojiz bovayga dahshatli hujum qo'zg'adi. Mana bu dunyo xalqi o'rtaq ehtirom bildiradigan kashfiyot podshohi. U kumushdek chochlari sangilab tushgan, ko'zini ching yumgan holda ustunki qavatdagi kang yotoq uyida xotirjam yotadi. U umrida xizmatini hargiz to'xtatmagan. Ömür bo'yi hardim, taldim demay izchil kurash qilib kelgan. U o'zining kashfiyot sinoqlari uchun mashina odamdek chidamliq ko'rsatgan. Jangchilardek boturona hujumga o'tgan. Artistlardek qizg'in hissiyotini ifodalagan edi. U kasallik bilan birga kurash qilgandimi, yanla ashu ruhini namoyon qildi. U umrida nihoyatda oz kasal bo'lg'achqa 70 yoshidan burun nimaning to'g'ri, nimaning ukul urish ekanligini bilmaydi deyishga bo'ladi. Oxirgi umrida garchi nurg'un kasalga duchor bo'lgan bo'lsa-mu, lekin u har vaqt xo'shal quram yurdi. U doim doktor bilan davolash usuli ustida muzokaralashadi. Dorining unumini tadqiq qiladi. Har qitim dori yeydigan chaqda talishib dorini o'zi tayyorlaydi. Ba'zida yana o'zining ximiyalik usulida tekshirish natijasini mikroskopda kuzatadi. Hamda kashfiyotchi Edisonning kasallik ahvoli og'irlashib, o'zining kasalini davolash usulining muzokarasiga qayta qatnasha olmadi. O'zining ximiyalik usulida tekshirish natijasini kuzatolmadi. U ko'zini kuchab bo'sh ichib, derazaning sirtini ko'rishga tirishib, bu so'yimlik dunyoni qaytadan bir ko'rib olmoqchi bo'ldi. Quyosh nuri ostidagi yop-yeshil tog', ko'k suvlar nimirigan ko'rkam va hayvatlik. Yangidan selingan egiz binolar qad ko'tarmoqda. Avtomobillarning guldirilgan ovozi yiroqdan kelmoqda. Telefonning jiring'shigan zil, yiqimliq ovozi, patifonning shildirlab chiqargan go'zal naqshi ovozi anglanmoqda edi. Bir to'p pak sabiy bolalar chimliqda shadg'uram o'ynamoqda. Ular go'zal atiga g'am andishsiz talpinmoqda edi. Dunyo nemanchi go'zal hadab pishirlaydi o'lim oldidagi bo'vay. U birdilla o'zining hayotlik jismining bu ko'pkuk dengizda laylab asta-asta ketayotganligini his qildi. Garchi uning ko'zlari to'rilishib, manzarlarni aniq ko'ra olmasa-mu, lekin o'tgan nurg'un ishlar, nurg'un xafalık va xo'shalliklar, nurg'un mag'lubiyat va muvaffaqiyatlar yanada uning ko'z oldidan bir-birlab o'tishga boshladi. Vaqt atqan o'q. 84 yil vaqt birdamda o'tib ketdi. Qisqagina bu 84 yil vaqt ichida u o'zining to'lib toshgan kuch-quvvati bilan bu hayotlik kemisini haydab
bo'ron chapqun va qatmu-qat g'oyat zo'r to'lqinlarni bosib o'tib olg'a ilgarilamoqda. O'tgan ishlar xuddi u kashf qilgan harakatchan kinodek uning miyasida bir-birlab o'tdi. Sargardonlik, ocharchilik, do'stlik, o'ng'ishsizlik, mag'lubiyat va xo'shalliklar. G'arbga o'ltirish oldidagi qizil quyosh o'zining eng oxirgi nurini chachmoqda. O'lim oldidagi bo'voy dunyo bilan vidolashish oldida o'zining oldirab tenab o'tkazgan bir umriga nazar tashladi. U vaqtni bekor o'tkazib deb hasrat nadomat chekmadi. To'p ko'rsatolmadim deb pushaymon qilmadi. Uning 2 yil ilgari tabriklash yig'inida so'zlagan so'zlari esiga keldi. Agar men ilgari bir qism kishilarning tirishchanligiga ozdir ko'pdir ilhom beraligan bo'lsam, shu orqali bu dunyoga xo'shallik akilaligan bo'lsamla, men intayin rozi bo'lgan bo'lardim. U mamnuniyat bilan ko'zini asta xotirjam yumdi. 1931 yil 10 oyning 18 kuni. Tong sahar 3dan 24 minut o'tgan vaqt kishilarning hasrat chekishiga arziydigan vaqt bo'ldi. Edison insoniyatga qo'shgan zo'r tuhfasi bilan nurg'unlagan xalqaroliq guvohnomalarga erishdi. Edisonning kashfiyoti erishgan mukofotlarning soni yo'q. 1889 yili Paris shahri uni xotirlash uchun medal qo'yib chiqdi. Fransiya Zongtongi Carnot uni chavandozlar polkovniki sharaf ordeni bilan mukofotlaydi. Shu yili Italiya podshohi Edisonni xon toji ordeni bilan mukofotlab, uningga va ayoliga graflik unvonini berdi. Uni qarshi olish uchun fransiyalik mashhur kompozitor uniga madhiya naqshi yozdi. Paris teatrxonasida uning uchun bir maydon opera qo'yib berildi. 1892 yili Angliyada to'p ko'rsatgan san'atkorlar jamiyati uning to'ktu yoritish, telegramma, telefonlarni yanglashni qo'shgan alohida to'psini taqdirlash uchun Edisonni bir dona Albert ordeni bilan mukofotlaydi. 1909 yili Amerika elektr saymonlari qurilishi jamiyati Edisonning nomida Edison oltin medalini yasab, bu oltin medalni montyorlik texnikasi jihatda alohida to'p ko'rsatganlarga berdi. 1915 yili Edison Nobel fizika mukofotiga erishdi. 1923 yili Sobiq Sovet ittifoqi Fanlar akademiyasi Edisonni faxriy akademiklikka tanlaydi. 1928 yili 5 oyning 21 kuni Edison Amerika parlamenti tarafidan Edisonning ismi o'yilgan medalga erishdi. Uning mukofot tarqitish marosimini 48 radio stansiyalab tarqitdi. Amerikaliklar o'zlarining mashhur garajdoni Thomas Alva Edisondan faxrlanadi. Faqat Amerikaliklarla emas, butun dunyodagi insoniyat uningdan faxrlanadi. Uning kashfiyot ijodiyatlari butkul insoniyat tarafidan unumli foydalanilmoqda. U texnik taraqqiyotiga zo'r ta'sir ko'rsatdi. Uning bilan davrdosh nurg'un mashhur shaxslar uning ijodiyat kashfiyotlariga yuksak baho berdi. Masalan, Albert Einstein Edison bilan ko'rishganda, siz yo'l boshlovchi, yasug'uchi va tashkillovchilarga o'xshashlar natijaga erishdingiz. Sizning lampochkangizning qurilmasi cho'ng tipdagi elektr sanoatini jo'sh urib rivojlantirdi. Ulug' texnika kashfiyotchilari 100 yildan beri insonlar texi ancha moslashib ketilmagan tamoman yangi bir vazifani barliqqa keltirdi. Siz bo'lsangiz eng zo'r muvaffaqiyatga erishganlardan birisiz deydi. 1961 yili New York universitetidagi amerikalik ulug' shaxslar saroyida Edisonning yerim haykalini qo'yish marosimi o'tkazildi. Shu orqali Edisonning ijodiyat kashfiyotlarining o'ynagan roli aslab o'tildi. Kashfiyotchi olamdan o'tgandan tortib 1961 yilgacha 30 yil o'tgan. Texnikaning jo'sh urib rivojlanish nuqtasidan qaraganda, uning kashfiyotlarining roli 20-asrning keyingi yarmida texmi ko'rinarlik bo'ldi. Bu qitimli xotirlash faoliyatining taqdug'liq murosimidan Edisonning demokratik ideyaga ega, oq ko'ngil, kamtar, hardim taldim demay insonlarning baxti va olg'i besishi ustida izlanadigan odam bo'lish sifati bilan insonlarning esida mangu yashnaydiganligini
uning zo'r muvaffaqiyat qozonishi bilan insonlarga rangarang turmush ato qilganligini, emgak unumdorligini o'stirishda qimmatlik sovg'at bilan ta'minlaganligini ko'rib olamiz. Ulug' kashfiyotchi Edisonning ruhi kishilar qalbida mangu hayot. Xo'sh, radio anglag'uchi do'stlar, vaqt e'tibori bilan bugungi mashhur shaxslar programmasi mushu yerda oxirlashdi. Davomini Atikson programmamizda anglaysizlar. Ishonimizki, mashhur shaxslar programmasi sizni mashhurlar bilan eng yaqin holatda uchrashtirgusi. Agar bugungi programmamizni vaqtida anglay olmagan bo'lsanglar, stansimizning Uyg'urcha radio tori, ya'ni 3w.uycnr.com to'riga chiqib, tanlab anglasanglar bo'ladi. Mashhur shaxslar programmasi har kuni Beijing vaqti tushdan keyin soat 18 dan 30 minut o'tganda, Urumchi vaqti soat 16 dan 30 minut o'tganda, takror anglatish vaqti Beijing vaqti kech soat 0 da, Urumchi vaqti 22 da davomliq huzuringlarda bo'ladi. Bugungi programmamizning texnik muharriri Dilora Farux, Abduqiyum Nasir, muharrir Abduvoyid Niyoz, mas'ul muharrir Dildor Muhammad Rahim, bosh nazoratchi Gulbahor G'opur. Men program riyosatchisi Arman Nurijon. Xayr anglag'uchi do'stlar, kelarki sonda ko'rishguncha oltin tininglar omon bo'lsin.